Mana uylar qimirlab ejamiz hayotiga bir qiyinchilik olib kelyapti. O'zimizni onamiz o'rniga qo'yib kelaylik. Mana shunday uylarda yashashlikka yo'l qo'yib qo'ygan bo'larmi? Hammamiz jannatimizni mana shu hayotdaligimizda qurib olaylik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Aziz dindosh, vatandosh, aka-ukalarimiz, bizni uzoq yaqinda kuzatayotgan birodarlar, biz Qirg'iziston O'sh oblast Aramon rayonini Gulbor aylidamiz. Bu Gulbor ayliga kelishimizdan maqsad bu ejamiz bizni ko'ygo'si olib keldi. Birodarlar, ejamiz mana shunday bir qulaydigan sostoyaniyada, juda ham qiyin ahvolda yashaydigan holatda bu yerda hayot kechiryapti. Ejamiz o'zi yolg'iz yashaydi. Alloh rozi bo'lsin, shu yaqinlar, ayildagilar ejamizdan kelib xabar olishib turadi. Lekin ejamizni biz ko'pdan beri o'zimizdan bir qarab turamiz. Bu yerda yer qimirlaydimi, yomg'ir yog'sa tomidan ozgina bir silkinish bo'lsa, mana uylar qimirlab ejamizni hayotiga bir qiyinchilik olib kelyapti. Birodarlar, biz bilasizlar, jannat qasrlari loyihasini oldimizga qo'yib, ko'plagan shu qiynalgan yolg'iz uylarga, uy bolalarga uy qurib, ularni ko'yniga Alloh taoloning yordami bilan xursandchilik olib kelyapmiz. Birodarlar, bu ejamizni ham holatiga tek qarab turmasdan mana shu joyga yana bitta jannat qasrini qurilishlikni boshida turibmiz inshaalloh. Bunda Alloh rozi bo'lsin, aka-ukalarimiz ham biz bilan birga yelkama-yelka shu ayildagi borki, aka-ukalar nomidan kelishib, kelinglar hammamiz birgalikda shu ejamizni mana shu yerga uy solib olib kirib qo'yaylik degan maqsadda yig'ilib turibmiz. Bunga homiylar uchun 0558 bilan 088 400 raqamida M-bankimiz va kompaniyon bor. Va mana shu nomerda 7 qilib sotsangiz ham bo'ladi. Kimda qanaqa yordam bo'lsa, ya'ni bu magazindagilar yoki bo'lmasam bir uyda bor narsalar oshiqcha, shu stroy materiallarga kimi qanday yordami bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, bizni borib olib kelib, bu stroy materiallarni shu joyga sarflaymiz. Bizga juda ham katta miqdorda o'zinglar bilasizlar, usta haqqilar kerak. Iltimos, boy aka-ukalar, sizlarga murojaat. O'zimizni onamiz o'rniga qo'yib kelaylik. Mana shunday uylarda yashashlikka yo'l qo'yib qo'ygan bo'larmidik? Birodarlar, tafakkur qilgan holatda hammamiz jannatimizni mana shu hayotdaligimizda qurib olaylik. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.